Tarixida shunday ulug‘ zotlar borki, ularning nomi asrlar osha porlab, qalblarga shijoat, tafakkurga nur baxsh etadi. Sezib turganingizdek, bu zot tarix sahifalarini shon-shuhrati bilan bezagan, qalami bilan qalblarni zabt etgan ulug' inson, buyuk sarkarda, davlat arbobi, tengsiz shoir va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Bobur haqidadir. Andijon zaminida dunyoga kelgan Bobur yoshligidan jasorat, zakovat va yuksak ma'naviyat timsoli bo'ldi. Uning hayoti mardonavor kurashlar, sinovlarga to'la yo'l bo'lsa-da, u hech qachon orzularidan voz kechmadi. Qalbi vatan muhabbati bilan to'lib bo'lgan Bobur o'z irodasi, aql zakovati va qat'iyati bilan tarix sahifalaridan o'chmas iz qoldirdi. Bobur qilichi bilan davlat qurgan bo'lsa, qalami bilan qalblarni fath etdi. Uning hayoti bizga shuni o'rgatadi. Bugun biz buyuk ajdodimizning muborak tavalludini nishonlar ekanmiz, uning ruhi oldida ta'zim qilamiz. Chunki Bobur millatimiz faxri, tariximizning oltin sahifasi, kelajak avlod uchun bitmas ibratdir. Buyuk sarkarda va mutafakkir merosining eng bebaho do'konalaridan biri Boburnoma asaridir. Boburnoma oddiy tarixiy kitob emas, u buyuk qalbning izhoridir. Hayot saboqlari jamlangan bebaho xazina, inson tafakkurining yuksak namunasi hisoblanadi. Bu asarda shoh qalbi, shoir ruhiyati va donishmand tafakkuri mujassamdir. Uning tarixiy voqealar, tabiat go'zalligi, insoniy fazilatlar va hayot falsafasi chuqur mahorat bilan tasvirlangan. Boburnoma orqali biz Boburning nafaqat hukmdor, balki nozik qalbli ijodkor va ulkan tafakkur sohibi ekanini anglaymiz. Bu asar o'tmish va bugunni bog'lovchi ko'prikdir. Milliy g'ururimiz timsoli, ma'naviy boyligimizning bebaho durdonasidir.